Zulfiya Mo'minova 15-iyul 1959-yil O'zbekistonda shoira, jurnalist, yozuvchilar uyushmasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xodimi, 2000 yillik do'stlik ordeni, 2001-yil orden sovrindori. 1959-yil 15-iyulda Samarqand viloyati Narbay tumanida tug'ilganlar. Ma'lumotlari oliy. 1983-yil Toshkent davlat universiteti filologiya fakultetini bitirganlar. U kishining bolaliklari xalq og'ziga ijodi va ertak va afsonalarga boy bo'lishda o'tgan. Bobolari Mo'min Ashur Og'in dostonchi bo'lib, bu ijodiy muhit Zulfiya Mo'minovaning adabiyotga qiziqishini erta uyg'otgan. 1985-yil o'qish, jurnal va radioda ishlaydilar. Dastlabki she'riy to'plamlari 1988-yil Vatan tashlab ketmaydi nomi bilan nashr etilgan. Bugun sevimli shoirimiz Zulfiya Mo'minova tavallud topgan kunlari. Zulfiya Mo'minovaning kitoblari. Birinchi o'qitnomasi. Bir kun dars qoldirgan bir umr pushaymondir. Ayolga baxt bering va nigoh shartnomasi kabi kitoblar muallifidir. Zulfiya Mo'minova tavalludining 60 yiliga 2009-yilga bag'ishlangan ijodiy kecha bo'lib o'tdi. Zulfiya Mo'minova samoga sochilgan yulduzlar, istiqlol oltin gulim, yonayotgan ayol, vatan sotmaydi kabi she'riy to'plamlarni nashr etdi. Mukofotlari: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniy xodim, 2000-yil do'stlik ordeni, 2001-yil mustaqilligimizning 10 yilligi va 20 yilligi ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Zulfiya Mo'minova Ayoldan dil ochsam, ayolga baxt bering, saodat bering. 2015-yil Zulfiya Mo'minova ayolga baxt bering, saodat bering. Mana bir umrni yashadim sensiz, qaytmas shodliklarning qaytishini kutib, tobuting boshida cho'kkanimda tiz, farzandlar ko'tardi qo'limdan tutib. Vatan jonim, jon tomiring, tillolarga alishmasman, chiroq o'tgan sahrolarni daryolarga alishmasman, ko'zim vatan qaro ko'zim, qiyolarga alishmasman, qahratonda qorlarning jamzolarga alishmasman. Ayolga baxt bering, saodat bering, ayolga baxt bering, saodat bering, demang kulib tukur, ayol kulib turib o'lishi mumkin, dunyoni olish mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering, gap ko'zlari kulib tursa-da, bag'ri ostida necha ming hasrat, dunyoga bag'rida necha ming hasrat. Birinchi maktab o'quvchilari o'z chiqishlarini boshlaydi. Marhamat. Salim Ashur O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist. 1964-yilning 16-dekabrida Tojikiston Respublikasining Qo'rg'ontepa viloyati tumanida tavallud topgan. Salim Ashurov Toshkentning jurnalistika
jurnalistika bo'yicha fakultetini 1989-yilda tamomlagan. Dastlabki she'riy asarlar Yashil giyoh 1994-yilda, shundan so'ng esa Atirgul 1994-yilda, Atalgan gullar 1999-yilda, shundan so'ng esa 2006-yilda Dars degan she'riy asarlarni nashr ettirganlar. Aziz Saidov 1961-yilda Dushanbe shahrida tug'ilgan. 1984-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini, 1992-yilda filologiya fakultetini aspiranturasida tugatgan. Aziz Saidning Tildor, Dilahani Behdadning Mursal Lamoghasi, Vaqt manzili, she'riy to'plamlari va maqolalari nashr etilgan. Uning she'rlari turk, Ozarbayjon, bolgar, tojik, qozoq, fransuz, zinger, ingliz, rus va hind tillariga tarjima qilinib, adabiy badiiy jurnal va almanahlarda chop etilgan. Tarjimalari tarjimon sifatida lot, uyushma, she'rlar, nasr hunar, Yusuf Vaskay xotirasi, Yozef Rubar, Pokiston she'riyati, Thomas hikoyalari. Francis King, Martha Kim, Alexander Bob, Yana Wanger kabi mashhur shoirlarning dramalari, romanlari, hikoyalari va shunga o'xshash asarlari namunasini o'zbek tiliga tarjima qilindi. Yutuqlari 1987-yildan beri O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, 2021-yilda Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan.